Bugungi mavzumiz siklalkalarning kimyoviy xossasi. Kimyoviy xossa deganda o'sha siklalkalar nimalar bilan qanaqa reaksiyalarga kirishadi? O'sha qanaqa reaksiyalarga kirishini Bayer o'zini taranglik nazariyasida tushuntirib bergan. Xo'p, Bayerning taranglik nazariyasiga ko'ra siklopropan va siklobutan bular yopiq zanjir-ku, xuddi eng oxirigacha shishirilgan sharga o'xshaydi. Mina ozgina tegishi bilan shar nima qilib ketadi? Yorilib ketadi. Bularga ham brom, vodorod, H brom kelib urilishi bilan zanjir ochiq zanjirga aylanadi. Shu sababdan bularda sikli nimasi? Sikli beqaror bo'lganligi uchun birikish reaksiyasiga kirishadi. Birikish reaksiyasiga kirishadi. Birikish reaksiyasi odatda vodorod, galogen, vodorod galogenat va suv bilan boradi. Aynan siklalkan shulardan 3tasi bilan birikish reaksiyasiga kirishadi. Vodorod bilan, galogen bilan, galogenga ftor, xlor, brom, yo'q. Vodorod galogenat bilan. Vodorod galogenat H brom masalan, H xlor. Suv bilan buni reaksiyasi yo'q. Mabodo sizga siklopropan plus suv deydigan bo'lsa, reaksiya ketmaydi deb yozasiz. Suv bilan reaksiyaga nima qilmas ekan? Kirishmas ekan. Demak, siklopropan va siklobutan ma'noda radikallari bo'lishidan qat'iy nazar, metil turadimi, etil turadimi farqi yo'q. Asosiy zanjir uchburchak va to'rtburchak bo'lganlar birikish reaksiyasiga kirishar ekan. Ana endi siklopentan va siklogeksan bularni sikli barqaror. Ya'ni bularni sharni 1-2 marta puflab qo'ysangiz, sharga lina teqizganingiz bilan u nima qilib ketmaydi? Yorilib ketmaydi. Xuddi o'shanaqa sharga o'xshatsangiz bo'ladi. Siklopentan bilan siklogeksan. Shu sababli bular siklini buzmaydi. Siklini buzmasa, sikl barqaror deyiladi. Sikl barqaror. Shu sababdan siklopentan va siklogeksan birikish reaksiyasiga kirishmaydi. Bular o'rin olish reaksiyasiga kirishadi. Xo'p, nimalar bilan o'rin oladi? Odatda o'rin olish reaksiyasi galogen bilan, hali yozganimdek ftor, xlor, brom, yod, nitrat kislota bilan, sulfat kislota bilan. Mana. Faqat birikish reaksiyasi galogen bilan boradigan birikish reaksiyasi umuman boshqa reaksiya, galogen bilan boradigan o'rin olish reaksiyasi umuman boshqa reaksiya. Xo'p, demak, sikloalkanlar qanaqa reaksiyalarga kirishadi? Sikloalkanlar nimalar bilan reaksiyaga kirishadi? Birinchisi qaysi reaksiyaga kirishadi deb yozdirdim? Birikish. Ikkinchisi o'rin olish. Uchinchisi oksidlanish. Oksidlanish bu borishi mumkin kislorod bilan yonish. Ikkinchisi kuchli oksidlovchilar bilan reaksiyaga borishi mumkin. Kuchli oksidlovchilar bilan. Va to'rtinchisi parchalanish reaksiyasiga kirishadi. Parchalanish. Ya'ni parchalanishni aynan bizda ketadi dehidrogellanishi. Nima ketar ekan? Dehidrogellanish. Endi hozir biz har birini buni ko'rib chiqamiz. Rim raqamida 1 birikish reaksiyasi. Oddiy raqamda 1 vodorodni birikishi. Xo'p, vodorod bilan birikish reaksiyasiga faqat asosiy zanjiri uchburchak va to'rtburchak, ya'ni siklopropan va siklobutan reaksiyaga kirishadi. Xo'p, siklopropan plus vodorod
nima chiqadi reaksiyadan keyin? Xo'p, men uchburchak yozgani bilan siz bilasiz, mana shu uchburchakning burchaklarida nima bor? Uglerotlar bor. Hozir shu uglerotlarim 2 valentli bo'lib turibdi. 4 valentli bo'lish uchun yana ikkitadan nima qo'yib chiqamiz? Vodorod. Siklopropanga vodorod kelib urilganda sikl xohlagan tomonidan ochiladi. Masalan, men bundan ochdim siklni. Mana shu yerdan uzildi. Hosil bo'ladi CH2, CH2, CH2. Sikl buzildi degani bo'ldi. Uchburchak ochiq zanjirga aylanadi. Mana bundan uzilgandan keyin bog'ni 2 ga bo'lsak, xuddi arqonga o'xshab ikki tomonda osilib turadi. Mana bu birinchi uglerod, mana ikkinchi uglerodda bog' uzilgan joyi yo'q, mana bu uchinchi uglerod. Mana. Ana shu joyga ikkita vodorod, bittasi mamutga, bittasi mamutga keladi. Natijada propan hosil bo'ladi bizda. Ya'ni CH2 ga mana bu vodorodni qo'shsak, CH3, CH2, CH3 buni nomi propan deyiladi. Ikkinchisi galogen bilan reaksiyasi. Galogen. Masalan, to'rtburchaklik oldim. Ya'ni siklobutan. Keyin shunga radikal qo'yaman. CH3, CH3, C2H5. Mana. Xo'p, bunga qo'shdim, galogenlardan masalan xlorni qo'shdim. Qanaqa bo'ladi reaksiya? Mana bu modda bilan reaksiyada har xil modda chiqishi mumkin. Bu bog'ni qatdan uzishiga bog'liq. Aytaylik, men bog'ni mana shu joydan bog'ni nima qildim? Uzdim. Nima bo'ladi natijada? Xo'p, xayolan men buni raqamlayman, 1 deyman, 2 deyman, 3 deyman, 4 deyman. Demak, menda 1 bilan 4-uglerodning orasidagi bog' nima qilib ketdi? Uzilib ketdi. Yozib chiqaman o'sha xayolan raqamlaganimni. Mana bu xayolan raqamlagan 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi. Xo'p, 1-uglerod bilan 4-uglerodning bog'i uzilgan bo'lsa, demak bog' 2 ga bo'linib qoldi. Endi qo'yib chiqaman. 1-uglerodimda qaysi radikal turibdi? Metil. Mana. 2-uglerodimda etil. 2-uglerodga qo'yaman. 3-uglerodimda yana metil. Xohla tepaga, xohla pastga qo'yish mumkin. Men pastga qo'ydim. 4-uglerodimda hech qanaqa radikal yo'q. Ana endi 1 bilan 4 da bog' uzilganmidi? Mana bu xlor 1 ga va 4-chi mana shu bog' uzilgan joyga xlor keladi. Mana xlor. Ana endi men buni to'g'ri nomlashim uchun qaytadan raqamlayman. Qarayman. Radikal 4-uglerodga yaqinmi yo 1-uglerodga yaqin turibdimi radikal? Mana bu 1-uglerodda bizda. Oxiriga yaqin turibdi radikal. Shuning uchun men bu raqamlarni o'chirib chiqib, men qaytadan raqamlayman. Bu 1, bu 2, bu 3, bu 4, bu 5. Mana. Nomi 1 bilan 4 da xlor. 1, 4, dixlor. 2 da metil. 2 metil. 3 da etil. 3 etil. Asosiy zanjirim 1, 2, 3, 4, 5 ta ugleroddan tashkil topgan bo'lganligi uchun pentan deyiladi. Xo'p, endi uchinchisi vodorod galogenit bilan. Uchinchisi H galogenit. Masalan, H brom bo'lishi mumkin yoki men H xlor olishim mumkin. Xo'p, uchburchak olmoqchiman. Mana uchburchak. Uglerodlarni qo'yib chiqaman. Mana qo'ydim. Ana endi bunga radikalni qo'yaman. Etil qo'ydim. Metil qo'ydim. Metil qo'ydim. Xo'p, bog'ni mana shu joydan bog'ni uzishim mumkin. Plus shunga H brom qo'shdim. Yana o'zim uchun haligidek qilib xayolan raqamlab chiqaman. Bu bog' uzilgan mana buning 1, mana buning 2, mana buning 3. Asosiy zanjirimda nechta uglerod? 3 ta uglerod.
Ana shu 3 ta uglerodni men yozib olaman. Xayolan bu 1, bu 2, bu 3. Birinchi uglerodim bilan 3-uglerodimning orasidan bog' uzilganligi sababli mana shu bog' mamitdagi bog'ni yarmi bu yoqqa tushdi, yarmi mana bu 3-uglerodga tushdi deb faraz qilamiz. Ana endi radikallarni qo'yamiz. Birinchi uglerodda metil bor edi. Mamitga joylashtiraman metilni. Ikkinchi uglerodda etil bor edi. Mana ikkinchi uglerod. Etilni yoyib yozaman. Mamitga joylashtirdim. 3-uglerodda metil bor edi. Mana mamitga joylashtirdim. Mana. Ana endi H brominni H'im mamitga keldi. Bromni olib kelaman. Mana mamitga. Va buni men nima uchun bunaqa raqamladim? Moddani to'g'ri radikalini joylashtirish uchun, sizga oson bo'lishi uchun reaksiya qilishga. Endi siz haqiqiy nomini yozish uchun qaytadan raqamlab chiqamiz. Xo'p, radikalim brom oxirgi uglerodga yaqin 1, 2, 3-uglerodda radikal turibdi. Vodorod radikal deb qaraydi. Xo'p, oxirdan boshlab 1, 2, 3, 4, 5. Xo'p, 2 brom, 3 etil, nima deymiz? Pentan deymiz. Ana endi sizni o'zingizga topshiriq. Men siklobutan tanladim. Men bunga etil, metil, propil qo'ydim. Plus shu moddani vodorod bilan yozasiz. Shu moddani brom bilan yozasiz. Shu moddani H brom bilan yozasiz.